Yunusobod tumani Sanpi universitetida qarama-qarshisida joylashgan Novostroykamizga kelganmiz. Shundoq yo'ldan 50 metr kirganinglarda juda ham yaxshi Novostroykamizga ko'rishingiz mumkin. Atrofda detskiy planshatkalari va parkovkalardan hech qanaqa muammosi yo'q. Domimizning 9-qavatida joylashgan, 2 xonali umumiy maydon 58 kvadratdan iborat. Eng zo'r joyi $600 ga o'zini ijrochisi ham bor. Indamasanglar uzoq muddat yashayotgan. Hop, narxini sirasiz aytib o'taman. Narxi $66.500 qo'yilgan o'toqlar. 58 kvadratga 66.5 ming bunaqa narx bo'ldi yo'q umuman. Maksimum yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan Novostroy qidirayotgan tanishchilik videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib esingizdan chiqmasin. Va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizdan to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Главный podyezddan kirish eshigimizda kattagina koridorimiz bor, o'zini stroyni shkaflar qo'yib ketilgan, hamma elektrikalar noldan yig'ilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda bitta kattagina xonamiz mana. Kerakli bo'lgan hamma narsa bor. Hop, bu tomonda mana ikkinchi spalni xonamiz mana, ko'rayotganinglardek. Bu yerda ham hamma narsa bor. Hop, bu yerda yurib kelamiz, to'g'rida sanuzilimiz joylashgan bo'ladi. Mana bu tomonda sanuzilimiz dushovoylar qilib qo'yilgan. Hop, bu tomonimizda mana ko'rishingiz mumkin. Kuxonniy zonamizda. Kuxonniy zonamizda ham hamma kerakli aksessuarlar, hamma narsasi bor. To'q turnikat yo'li hamma yoqda bor, akvaramlar qo'yib ketilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan Novostroy qidirayotgan tanishchilik videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib esingizdan chiqmasin. Uy-chu, sizlar uchun maxsus. Salomat bo'linglar.